Diqqat e'lon. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ichki ishlar organlarining kinologiya xizmatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2019-yil 9-sentyabr kunidagi 750 inson qaroriga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 432 inson qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, ichki ishlar organlarining kinologiya bo'limlarida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan aktlarni shartnoma asosida umumiy bo'ysunuvchanlik va himoya qaror ko'nikmalariga tayyorlash bo'yicha pullik xizmatlar ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Ushbu qarorga asosan o'zlariga tegishli bo'lgan aktlarni umumiy bo'ysunuvchanlik va himoya qaror ko'nikmalariga tayyorlash bo'yicha ichki ishlar organlarida kinologiya bo'limiga murojaat qilishlari mumkin. Aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida 2024-yil 17-dekabrdagi 700-son buyruq talablari asosida ichki ishlar organlari kinologiya bo'limlari jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli tillarni vaqtincha saqlash va veterinariya davolash, profilaktika hamda laboratoriya diagnostik ishlarini amalga oshirish bo'yicha xizmat ko'rsatishni boshladi. Yuqoridagi xizmatlardan foydalanish istagini bildirgan fuqarolar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi kinologiya bo'limiga murojaat qilishlari mumkin.